Başla. Ay şaşmazsa. Ay bana gel. Eğer karşı olsa sonra gel. Polvondan tomoshani zo'rini ko'raman deganlar. Bir ovozi, bir qiyqirig'i bilan, bir chiroyli bir qarshi bo'lsa polvon. Hadi ketdi. Bir bog'otni bir qarshigina o'xshamadi, bir ovozi bilan bo'lsa. Barakalla. Ana endi azizlar, dor o'rtasiga kelib olib, hamma yerda yotsa bu darvozaga dor ustida yotadi. Ya'ni bir qavat tros ustida oyoqlarini uzatgan holatda yotib tomoshasi o'tkazsa. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz marhamat. Hey, rahmat. Bu qarsiyning ovozi balandga chiqmay turibdi deydi. Bu qarsiy bo'lsa balandga. Bir xatar o'yinni o'ynaysiz. Xatar o'yini agar chiroyli qilib saltoylanib tomosha o'tkazsang, xalqimdan sana chiroyli qilib qarsing so'rab beraman. Kelishdikmi? Kelishdik. Bilasanmi mana? Bo'ldi, boshla. Qani ketdi. Hey, ha? Akrobat pul berasiz. Pul? Necha pul? 200 ming. Ha? Bir salto 200 ming. Bir saltomi? Zo'rmi? Agar tomoshang menga yoqsa, mana shu xalqimga tomoshang yoqsa, sen so'raga 200 mingga beraman. Agar yoqmasa bir tiyin ham ola olmaysan. Kelishdikmi? Salto aylan bo'lmasa. Qarsiy bo'lib tursa, qani? Ketdi. Ha? Ha? Ko'tar? Yem mana. Shumi salto? Buni yosh bolalar ham biladi. Bir akrobatist degan. Bir uzoqda yugurib kelib salto aylanmaymi? Yugurib. Ha, bu tarafda. Tez bo'l. Qarsiy bo'lib tursa, qani? Ha, bos. Ketdi. Qarsiymi? Qarsiy choptiramiz ekan masxarada. Ketdi. Qara. Yep bir. O'zi biluvdim seni salto aylanib bilmasligingni. Shuncha odam oldida mana sharmanda qilib. Ha. Boshqalar berdi. Voy, bu bahonasini qara. Ha.